Assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan avtomatik refraktometr DR30195 qurilmasida moddalarning nur sindirish jarayonlarini ko'rib chiqamiz. Avtomatik refraktometr kimyoda, organik sintezlarda olingan turli xil konsentratsiyali moddalarning nur sindirish ko'rsatkichlarini aniqlash uchun mo'ljallangan qurilma hisoblanadi. U orqali moddalarning konsentratsiyasini o'rganish natijasida ularning nur sindirish ko'rsatkichlari aniqlab beriladi. Bu qurilmaning bir qator turlari mavjud bo'lib, quyidagi qurilmamiz DR30195 marka bilan belgilangan. Uskuna shay holatda turibdi. Hozir sizlar bilan uskunani ishlash prinsipini ko'rib chiqamiz. Uskuna elektr tarmog'iga ulangan va uskunani yoqamiz. Scale tugmasi orqali nur sindirish ko'rsatkichi yoki bo'lmasa tuzlilik ko'rsatkichlarini ham aniqlashimiz mumkin. Qurilmamizga etalon sifatida bir tomchi distillangan suv tomizamiz va qurilmamizni mahkamlab jarayonni boshlaymiz. Mana distillangan suvimizni nur sindirish ko'rsatkichi 1,133 ni tashkil etyapti. Endi keyingi moddamiz, ya'ni mis sulfatni olib, nur sindirish ko'rsatkichlarini ko'rib chiqamiz. Uskunada distillangan suvni nur sindirish ko'rsatkichini aniqlagandan keyin ikkinchi moddamiz, ya'ni mis sulfatni nur sindirish ko'rsatkichini aniqlash uchun uskunani yana shay holatiga keltiramiz va jarayonni takrorlaymiz. Uskunani qopqog'i ochilib, unga mis sulfat eritmasidan maxsus tomizgich orqali tomizamiz. Va uskunamizni yopib jarayonni davom ettiramiz. Mana suv bilan mis sulfatni nur sindirish ko'rsatkichlari bir-biridan farq qilyapti. Mis sulfatni nur sindirish ko'rsatkichi 1,34 ni tashkil etyapti. Jarayon davom etyapti va mis sulfatni nur sindirish ko'rsatkichlarini aniqlash uchun qurilmamiz o'z ish faoliyatini davom ettiryapti. Bu qurilmamiz nafaqat nur sindirish ko'rsatkichi, balki tuzlilik darajasi yoki bo'lmasa shu modda tarkibida qancha miqdorda shakar mavjud ekanligini ham aniqlab berish imkoniyatiga ega hisoblanadi. Mana mis sulfatni nur sindirish ko'rsatkichi 1,134 ni tashkil etyapti. Va uskunamizni o'chirib, kerakli xulosalarni yozib olgandan keyin uskuna tozalab artilinib, tok manbayidan tortilib olib qo'yiladi. Bu avtomatik refraktometr DR30195 uskunasining qisqacha ishlash prinsipi haqida edi.